Alloh taolo jannatni bu dunyoda qilgan ezgu amallarimiz uchun, solih amallarimiz uchun boqiy mukofot sifatida cheksiz rohat, farog'at etib yaratib qo'ygan. Shu dunyoni o'zini yaralishligini o'zi qanchalik bir mo'jiza. Oy va quyoshni yaratilishligi, mana havo, boshqa planetalarda, boshqa joylarda yo'q, barcha insonning hayoti uchun kerak bo'ladigan, demak, hayot vazifasini bajaruvchi narsalarni Alloh taolo shu dunyoda yaratib qo'ygan. Shu dunyo qancha mashaqqatli bo'lishiga qaramasdan hammamizga nima edi? Suyuqli-da. Dunyoni tashab ketgimiz kelmaydi hech qaysimiz. Alloh subhanahu va taoloning qudrati cheksizki, qarang, insonni avvalambor onani qornida yaratadi. Onani qorni qancha joy o'zi? Uni ichida havo yo'q, yorug'lik yo'q. Qarang, o'sha onani qornida 9 oy davomida inson bolasi rivojlanadi. Torgina joyda. Qarang, Alloh taolo onaning ozuqasidan uni ozuqlantirib, o'sha yerda o'ndirib o'stiradi, butun a'zolarni o'sha yerda paydo qiladi. Bu mo'jiza-da o'zi. Jannatni tasavvur qilishligimiz uchun oddiy mana shu o'zimiz kelib chiqqan joyimizni bir tasavvur qilib ko'rishimiz kerak. Hammamiz bir vaqtida onamizni qornida 9 oy yotganmiz. O'sha yerda Alloh taolo bizni hamma narsa bilan ta'minlab qo'ygan. Qarangki, inson ekanmiz, yerga tushayotgan vaqtimizda yig'lab tushar ekanmiz, norozi bo'lar ekanmiz-da. Chunki uy vaqtida bizda na o'ylov bor edi, qorinni o'ylamas edik, to'g'rimi? Xavf xatar hech narsani o'ylamas edik. Zo'r edi-da o'sha vaqti. Shuning uchun yerga endi mashaqqat dunyosiga tushayotgan vaqtda inson bolasi rozi bo'lmas ekanda, yig'lab tushar ekanki, bu dunyo zo'r joydan, rohat farog'atli joydan qayerga tushyapman? Mashaqqat joyiga. Yoqmas ekan. Inson bolasiga dunyoga kelish yoqmas ekan. Qarangki, dunyoga kelib olgandan keyin ikkinchi hayotimiz boshlandi. Mana dunyoda yashayapmiz. Qancha issiq-u sovuq, yaxshi-yu yomon dard chokyapmiz, musibat yetyapti. Shu dunyoni tashvishlari ertadan kechgacha ishlaymiz. Lekin qaysimiz o'lgimiz keladi? Ayting qani. Dunyo zo'rda, dunyo shirinda. Bu dunyo shunchalik shirinki, hech qaysimiz bu dunyoni tark etgimiz kelmaydi. Bir kun keladi, demak, bu dunyoni ham tark qilamiz. Yana Allohning qarang qudrati azimasiniki, keng dunyodan yana tor qabrga tiqadi. U yerda ham hech narsa yo'q. U yerda ham hayot bor azizlar. U yerda havo yo'q, u yerda yorug'lik yo'q, lekin u yerda ham qabr hayoti bor. Qabrda yo inson rohatda yotadi, yo azobda bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam qabr inson uchun yo jannatdan bir bog'cha dedilar, yo do'zaxdan bir chog' dedilar. Uni qanday bo'lishligi insonni shu dunyoda qilayotgan amali bilan bo'ladi. Yo qabrimizni jannatga aylantirib borishimiz mumkin qilayotgan solih amallarimiz bilan. Xudo ko'rsatmasin, amallarimiz qabih, yomon, gunoh, ma'siyat bo'ladigan bo'lsa, do'zaxdan chog'dan bir chog'iga aylanar ekan. Demak, qabr hayoti ham oldimizda turibdi. Biz hozir ikkinchi hayotimizni boshdan kechiryapmiz. Ana shu ikkinchi hayot azizlar biz uchun asosiy hayot, imtihon hayoti. Yo endi bundan keyingi hayotimizni mana shu hayotimiz bilan obod qilamiz yoki bo'lmasa barbod qilamiz. Qilayotgan amallarimizga Alloh subhanahu va taolo qarab, bu yoqdagi undan keyingi hayotimizga bizga sharoit yaratgan. Demak, kimdir qabrga kirganda solih amalli inson bo'lsa, qabri ham kengayadi. Rasulullohning hadislarida keladi. Ba misoli yangi uylangan kuyovda yotar ekan qiyomat kunigacha. Yangi uylangan kuyovlar biladi uyquni qanday shirinligini. Shu tashagandan uni jononasi uyg'otar ekan, turing deb. Jononasi degani unga yoqimli bo'lgan farishtalar uyg'otar ekanki, tur endi qiyomat bo'ldi deb. U qanaqa inson bo'ladi desangiz, solih amal qilgan inson bo'ladi. Qabr yoki bo'lmasam do'zaxdan chog' bo'lib
unda o'sha azobini, qabr azobini to qiyomatgacha tortar ekan. Xudo ko'rsatmasin, qani endi shu bilan to'xtasa edi, uyog'ini ko'rmasamidi, bo'ldi edi shu. Qani edi hayotga qaytsamidi-yu, endi bu yog'ini o'zgartirib olsam edi der ekan qabrdan chiqayotgan insonlar. Undan keyin mahshargoh, hisob kitob, yo jannat yo do'zax. Ana undan keyingi hayot, qabrdan keyingi hayot demak yo jannat bo'ladi, abadul abad rohat, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan mo'jizotlar, aql bovar qilmaydigan rohat, farog'atlar, Alloh taolo yaratib qo'ygan nozi ne'matlarga yo inson erishadi. Agariki Xudo ko'rsatmasin, agar u kofir, munofiq yoki fosiq bo'lsa, oxiratga borganda albatta azobini ko'radi.